Başta hemiz koşuluştu. Ahir kelgende kapılık, sual sorak. Bu hemkarlık kooperatifini kuruş işiga hatta bizning uydagilar ham qo'shilmayotdi. Qanday qilsak ular adash? Hammaning ichiga kirib chiqsam, ko'zi qo'rqyotdi adash. Menimcha Aysojon bilan Nosirni gap ko'yisiga bo'ladi. Ammo u bu sal joyda. Shu obul hozir ishni tatrikka to'lg'ab, hammasi qaymoq turyotdi. Xuddi biz ularning pulini aldab ketayotgandek, u pulni elib bir yerga qochib ketadigandak. Sen o'g'lini tushunmaysan. Uning og'zi gibi bo'lgani bilan ko'ngli yaxshi. Quruq ko'ngilning nima keragi? Hozir bizga lozim bo'layotgani o'zaro ishinish, o'zaro hamkorlik, o'zaro moslashish. Usunu gündüzde oynab qanmay, endi kecha olganda uyga kelib o'ynayotam sen. Naydin itot lapar musobaqasi qildi ekan. Yezi meni bu ishga mas'ul qilib qo'yibdi. Shuningizroq mashq qilay debchi. Tex atdigan endi usul o'ynamayman deyotatan-ku. Atdigan shunda degan, lekin men tushdan keyin Naydin tuyuqsizga uqtirish kelib. Shuni ona o'ynab ketdim-da. O'yna xotin, o'yna. Tomoq yedingmi? Cho'ng oyda yeb keldim. Daras, anam sen azroq o'pkasib berayotganda unutib qolibdimi? Mashinada qoldi, ekirpigini. Sening mijozingda yo'qmi? Bek arg'on ko'risi bu. Hamkorlik kooperatividan biror chataq chiqmaganda. Voy. Başlamagan ishdan tex nima chataq chiqdi? Erkinjon qani? Uxlab bo'lmay vaq. Ben bekirib ketdim. Uxlayman. Neymiş bu? Allah, kömürtmez mi? Kimcan? Tekitler. Ne bu ettiğinde maşinalı yüzü pakır tutay depsil de, ha? Sizler manda bir iş koptum da biz gibi birer iğiz müörep koymazlar ya Kimcan. Ha? Biz bu 10 yıl eski adam emez. Bu işinle bizde yoşurup getipsiz ya. Unda emas sekreter. Şu sizden məsləhət sorab aldığınlığı barmaqçıyıq. Lekin bu işimiz bək lingirtaqta qolub ketdi. Bolamdı, bommamdı, işenç qılanmağaçqa izləyənməyə qaldıq. Ondak emez de o. O kent sekreter diyen kongal takımın kolunu neymiş kiletti de bizni yaratmağız da akşam. Onda olamdığan. Ma sekreterlik diyen küçük hukuk emez mi? Sıla diyen, bu bizden Tügmen kentimizdeki neçimin moy yani. Neçimin adamını başkur istemez mi? Ya, bizni yanını sil düşündüken silcim ama Kıyımcan. Rahmet, eşkallah. Biz karışık tegişlik iş olsa, her kandak iş olsa, devirinler. Kolumuz köksümüzde. İzdeymiz. Sileyelik hemkarlık kooperatifin onu. Müşahede kurslar ha? Makul, ben bangay. Anın gelip sana ektirip kaldım ama değil mi? İş tutayım mı ya? Rahmet, gelim otta işledin lan. Adşem, kanda havalan. Selamet obdan tudun mu, açlık mı? Kilang Hey. Bu ne şüphelerin takışı? Ya Adşem, hazır gel neçinci ay? Ha?
Yani bir aydan keyin yeni neşbitler bazarga çırdı. Qayla, kördün mana? Bu işsiz qapqızını ziyan tatıpsan sen. Deyishqandek bu yil Neşputning bozori kasatlashdi. Uning ustiga nurg'un Neşputni besibapman emasmi? Başta kelgan xaridorga berib o'tadigan gapda adashim. Paydan jiq olaman deb mana. Yilmo o'rildi. Yeni mevchilar bozor chidi. Haq o'tgan yil Neşputni yanında azar. Ochko'zlik qilib, dehqonlar akasi besiveribdi emasmi? Men necha vaqtdan beri mush gapni sana da'vatgan adashim. Agar o'tgan yil hamkorlik kooperativimizni qurib olgan bo'lsak, sening bu Neşputlaring hargiz beslik qilmagan bo'ladi. Ürümçi, G'ulja, Qaramaylarni setib, allburun tugitib bo'ladi. Sen mishunda o'tasan, xaridasini oldin kelamdan, ha? Pul topuvchi yo'l top degan gap bor adashim. Mana. Bu narsa haqi bekor qilsam yemaydi hozir. Bu yil yana ziyon tortadigan bo'ldim-da, ha? Xutun! Xutun! Sen neredesin? Buna işte. Çocuk ağannek olaysın ha. Öykürüp yataya bana işte. Ulan. Bu kim gündüzde bir şey yaptım ben sarı olmuşsam ya. Nima da qilganim? Ben yat degandiki yata bir necha kun men ig'ir kechada yetib olsam da bo'ldi. Tushundingmi? Neymiş olsa da? Xudon, men maldiga hamma xutunlarni borku, aşağı haydabdi, aşağı. O'stan chopqin bormidi? Ha, shu men borku, Hashim sekretardan mening xotinim ig'ir yotgan tutib yetib qoldi deb ruxsat deb qo'ydim. Men kirib yotam, tushundingmi? Ha, ma'qul. Bana işte. Bana yotgan ne kadar yotgan ne işte böyle. İşte yat Emre. Bak çıkar duracakma ya buna çıkar. Yat. Yat. Güzel şuna. Burun aşağı olsun mı neydi ettiğinler? Bugün nim bol sizlere? Xotun, u vaqtdago sen yosh, kuchlikding. Hozir mana alanmush va maqchi qaqtaklab qoldim. Seni ayimsam bo'lmaydi jinim Xotun. Yata. Roz, oshtamoqni qanday qilamiz? Ashtamoqni asta chandamay itsa, o'sha darvozaning teshig'i chiqmasang bo'ldi. Juma, mushtaq bir 4-5 kun mushtaq yesaq bo'ldi. Bo'ldi, kuzang juma. Kuzang 4-5 kun tovoq chiqmamda. Stapla, azon juma tu gapni kuzang juma. Kuzang juma. Juma kuzang. Şimdi yıkı bak. Kaymakı. Assalamu alaikum. Kaymakı. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Acayip çırar çıkılıp yapsılar. Kıymakı. Bak öyanlı tak diye sıvap suyucum var. Onca nasıl da şey. Sizgen duma, pezip bizeydi de bu ağrının ben. Kene, öyle. Hadi sol demiş. Oyla, beş börük yemiş adam. Sakıldı abi. Hoş. Amin. Allahu Ekber.
maşallah. İşi balçakla teşler. Aynur. Aynur. Öldüm hacı. Ana çizik olsa da batırılmaz, böyle durmaz. Uyga kirmagan bola uyga. Ha, bir şey havalık. Havalıqroq bir şeyde o'ltirmiz deb turib oldi. Do'stlarim qasa. Bir-birimizden sığışamaqla bir ay bo'lib qoldi. Şunu bugün sizni alayda yo'qlab kelishimiz. Rahmat adash, rahmat. Biz birodarlar o'zaro deyishib adash. Hamkorlik kooperativiga rasmiy qatnashganligini bildirishdi. Demak, hammanglarning kalisidan o'tdi-da. O'tdi. Ular maslahatçı hamkorlik kooperativini bosh qilib ko'rsatdi. Endi biz mo talash tartish qilib yursak, bir ishni boshqa chiqarmaydi ekanmiz. To'g'ri. Endi men shu hamkorlik kooperativiga 50 ming ko'ydi pay qo'shaman. Ben hamkorlik kooperativiga 80 milyon pay qatamadim. Men bu hamkorlik kooperativimizga bak 100 milyon pay qatay. Mana men 50 ming qo'shdim. Ben bu 200 ming qo'y rastlab qo'ygan. Voy. Shundoqlarimizga eng cho'ng pay chiqsan bo'ldigan bo'ldi. Voy, adash, hammamiz o'rtaq qilamiz. Qo'y buningda chiqib. Sizlar bizning uyda qizil ko'mildamsizlarmi? Hey, beshik o't kuyayotgan pulmani qo'yar. Balam hoşlaq. Bo'ldimi? Ha, endi bo'ldi. Rahmat balam. Qo'lingizga detbamsin balam. Ana, ben şirket kurayım, meblağ seperim olasın, meblağ seperim olasın. Endi muşa bekar jüreyim de. Balam, tağadı bir pulning gipini qilsangiz. Ya bizde unchilab pul bo'lmasa, qanday qilamiz? Akam hamkorlik kooperativ kuruşqa, nurg'un meblağ saptığa. Pulumuz nime saladı ki? Varin sep bo'ldi o deyman. Akınız ile telefon qilibdikan. Hozirlik keladi. Boz o'zi bilan yaxshi bir paranglashib baqsangiz bo'lamdiki, balam. Uning bir o'yliga yeri bor. Yani hamkorlik kooperativinin gibi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'zg'alma. Ha, tinchlikmi? Tinchlik balam. O'tdan bo'lindimi? Yaxshi. Ha, sen cho'kkan. Yaxshi akam. Dadam ko'rinmaydi-ku. Oylik kirayda bil chiqib ketganda. Ha. Uyg'ur tibobat doktorxonasiga berib sizlarga to'g'rab keldim. Ha. Mavo revmatizm, bo'g'im og'rig'ining yeydigan to'g'risi. Mavo sirtidan chaplaydigan chapligi. Ha. Dadamga oshqozon to'g'risi ag'ach keldim. Arışıp ketmesin deb ayrim qaltiga sep qo'ydim. Vaqtida yang'ajman. Ma'qul. Shuncha oldirashtirib, mush dori elishqim o'zgaribsiz jenim balam. Rahmat. Ana, nimada tuzut qilsa? O'z o'g'lig'im rahmat demdi. Qaysarjon. Ba ishing joyida bo'pti, ukam. Men seni bir yak chiqib ketdimikin desam, yaxshi o'yda bor ekansan. Aka, sana dediğin gipim battı. Meningmi sana deydigan gaplarim bor, ukam. Manda qilayli. Bu yerda anamning beshini og'ritmay. Boqqa chiqib parang'ishaylik shkuli. Balam, mushat davringlar. Sen armonni al. Beshini og'ritmayli bo'ldi. Yur, ukam. Çıkıp geliyorum. Aka, hamkorlik kooperativiga shuncha jiq mablag' sapsan.
Bana iş bulmağında 500 ming olsun meblag sepbergin. Ben bunda bekar yürüyemey bir iş qilay aka. Ukam, ish qilaydiganing yaxshi. Lekin sen akamda ashunaq jiq pul bor deb o'ylamsa. Menda unchoqlab pul yo'q. Dadam bilan Qosimjonmo uy solamiz deb hamma topqinni shuningga silibdi. Sana undan mablag' sep bermaymiz ukam. Undaqda men kipilib bankidan qarz ber. Bankidan unda jiq pulni ololmaysa, menmi bunga tavakkul qilolmayman ukam. Unda bo'lsa, mening oliy maktabda o'qib kelganim nim foydasi bo'ldi. Pul bo'lmasa, ya sizlar meni qo'ldimisanglar. Men quruq qo'l qanday iglik tiklayman aka. Menmo ayni vaqtda quruq qo'l iglik tiklagan. Menga hech kim mablag' sep bermagan. Sen to'la mana bankining xiyolini qilmajimi? Shirkatni qurish undaq oson bo'lgan bilan, uni rivojlantirish uncha oson emas. Shaharda pul tepish texmi tez. Bir koyning keyinda necha yuz odam yugurib yuriydi. Sen tashlanig'icha boshqalar qum sanaydi. Uning ustiga sen bu savdo tijoratga aralashib bakmagan, tajribang yo'q. Bu besh barmoqni biroqla ig'izga tiqilmaydi-da. Unda bo'lsa, sen meni nim qilsin deysan. Men sana shuncha desam, seni qulog'ingga faqat kirmadi. Men bu hamkorlik kooperativini nurg'un odamning qo'llashi, nurg'un odamlarning yordami bilan ming bir jafoda qurib chiqdim. Sen aqlingni, bilimingni mana bu hamkorlik kooperativida ishlatsang, men seni ziyon tortqizmayman, ukam. Yana shu gapmi? Sening uchun bo'lsa, men shu oliy maktabdan bitirib kelib, endi sening hamkorlik kooperativingda mol bordab, qoqchiga setib yursam bo'lamdi. Bu ish nima qo aka? To'liqsiz o'tirib maktabdan bitirib chiqqan bolalar qila oladi juma. Sen bizning hamkorlik kooperativimizni unda oddiy chaqlama. U yerda sana mos keladigan nurg'un ish bor. Tur mablag'i elish uchun hukumat bilan, bank bilan muomala qilishadigan gap. Qurilish qilamiz da'vatimiz, qurilish shirkatlari bilan hamkorlashadigan gap. Uningdan boshqa doklad yozadigan, plan tuzadigan, to'xtam yozadigan nurg'un ish bor. Yana texi hisobot ishlari deymiz, ishchi ishiltish masalasi deymiz. Mushning hammasiga bilim ketadi, ukam. Oliy maktabda o'qiyotgan chaqlarimda nihoyat cho'ng orzularim bor. Zamonga loyiq korxonchi bo'lma deb o'ylaydim. Lekin hech qaysilar meni qo'llamadinglar. Men bu koni usul bilan tijorat qilsam, bu saroy qiyomatda 10 yildan bosh ko'tarib chiqamayman aka. Fan texnikaga tayanmasak, mangu boshlarning oxisi qolamiz. Sening hamkorlik kooperativida ishlaymayman aka. Meni kechirgin. Qizarjon, bak yengil taklif qilyapsan, juma. Sen o'ylaganni menmi o'ylaqliq. Bo'ldilar. Sen oxir bir kuni akam to'g'ri debdikan deb qolasan. Ne pul bu? Yananga sep qo'y. Aqcham bilsam bilmasam, onamdan posh pul olib qizlayotsan-ku deyman. Olmayman. Eli yomonlig'in Abdalning xo'jini bosh o'p qolmasan, tul naz qilmay ala. Ha.
Teşekkür. Tinchlik o'zingchi. Yomon. Tura. Feride. Maktabda o'qiyotgan vaqtlarimizda kunda ko'rishib, mana endi 2-3 kun ko'rishmay xuddi 1 yildek tuyulib ketdi juma. Ko'nglim keldimi? Albatta. Sening kelmadimi? Öy degandan sirtqa chiqma deb chiqilmaydi-ku. Bugunmi onam nega borsa, nima ish qilsa deb so'roqlar berib aram chiqdim. Oqibda xili kuyibsan. Kuysammi kuygandiman. Yurtimdan aptipi bo'lganki mayli. Ko'nglim yerimda ko'rinsa, telefonda so'rsam ya demiding. Birash bo'ldimi? Oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlarimda qachonmi o'qish bitiraman deb ekanman. Hozir o'ylasam, eng g'amsiz vaqtlarimiz shu ekan to'qasli. Albatta shunday bo'ldi-da. Oliy maktabda o'qiyotganda ota-onamiz avatib bergan tayyor pulga o'qiydigan tursa. Ha, o'zingchi. Kelini yo'q nima ish qilsan? Men shu uyda opam uy ishlarini qilish berib, o'zim aram olib deganda kun o'tkazatman. Sen-chu, har oz ishlaringda ilgirlash bormi? Yo'q. Ichim titildab turdi. Qani shu shirkat qurmayman deb tuzgan planlarim. Men ishlarni xato o'ylab oldimmikin desam xato emas. Bu to'g'rimikin desam, uydagilarning hech qaysi meni qo'llamadi. To'g'risi menga ishonmadi. Undaqmi deb ketma. Cho'nglar bizning ko'pni ko'rgan, tajribalik. Balkim ularning o'ylig'ini bordir. O'ylig'ini bor ekan shu. Akam meni o'z qo'ygan hamkorlik ko'pratuvdi, maosh ishlar deb atadi. Hey, o'ylab baqa. Men yana shu sahrada to'p kechib yuramda. Men ya ularga meni to'yimni qilib qo'yinglar demisam. Ya men bu shahardan uy yapringlar demisam, meni bir qo'llab qo'ysiz bo'lmam deyman. O'qish bitirib qaytib kelganimda bir oydan eshitdi. Biz endi bundoq bekor yursak bo'lmaydi. Ota-onamiz bizni nurg'un pul xarjlab ming bir jafoda o'qitdi. Endi yana ular eg'irimizni solsak, o'zimizga yuz kelmaymiz. Men shuni o'ylayapman-ku. Bir ish qilaylik deyapman-ku. Lekin sen reallikni tan olmayapsan. Xiyol degan xiyol. Ba'zida reallik uningga bo'ysunmaydi. Men bu ishlarni o'yladim. Meningcha bo'lsa, akamning gipiga kirib, hamkorlik kooperativida ishlab tursang bo'larmiki? Endi senmi shu gapni deyapsan? Men o hamkorlik kooperativida ishlasam, 10 yildan shirkat qura olmayman. O vaqt cho'ng korxonachi bo'lish orzuyimni qiyirganda amalga oshiramda. Biz kichik ishni yaratmasak, cho'ng ishni ham qilolmasak, mushta kun o'tkazamdi qamsa. Oliy maktabdan bitirgan vaqtda men do'stlarimga qaytib berib cho'ng shirkat qurmayman deb qo'yib qo'ygan. Endi u ishlar qilolmasam, do'stlarimizni oldida men nomus qilaman-da. Shunga shirkat qurish uchun bankdan yo do'stlarimdan qarz olgandan aman qilib boqaylik dedim. Sen bankga bosli qarz berdi deb o'ylatamsan. Uningmi nurg'un shaklari bor. Uning ustiga sen bir muncha pulning gapini qilyapsan. Meningcha bo'lsam bankdan qarz olishdan unchalik cho'ng umid kutmasang bo'larmiki? O'g'o shu. Hey, do'stlarimdan yordam so'rab boqsam-chi hamsa. Ularga pulni etib qo'yib, endi yordam so'rsang nima deydi? Ularning sana yordam qila olishi notayin. Masalan, akannikida ishlagan bo'lmasa, shahardagi bir shirkatga berib ishlab turamsan ya, tajribaga engash. Agar maoshini deb ishlaydigan ish bo'lsa, shaharda ishlagandan akamga ishlaganim yaxshi menga. Jiqroq pul berdi. Beshim ajab qotdi. Amsa shirkat qurma deb o'zingga besim qilmoqchi, akamning yoniga berib ishlab tur. Ishlamayman, Farida, ishlamayman. Amsa kunning ishda ochiq yutib kun o'tkazamsan. Lekin sen ishlamaganing bilan men ishlayman.
o'qish bitirib qaytib kelgandan yanqisi men nima ish qilish to'g'riliq ko'p o'ylandim. Sen bilirsen, anam özünün kesilini davolatmay meni o'qitdi. Endi men pul tepib anamning kesilini davolatishim kerak. O'qituvchilikda imtihon beray desam, o'tgan taqdirdimi boshqa yurtga bo'linib ketib qolsam onamga yaqin turaolmay ekanman. Men nechoqdan beri to'rdan xizmatchi oldigan bir qancha shirkatlar o'qishdim. Qiladigan ishi u menga mos keldika, maoshimi bo'ldika. Lekin yotoq bilan tomoqqa ega olmaydi ekan. Uyimiz yezda tursa, u yerga berib kelib ishlash bek absiz. Shunga nima? Shunga choyxonada ishlayman deyman. Nima? Bu choyxona nima ish qilsa? Kutkuchilik qilma. Bu choyxonada akamning tonishi bor ekan. Bo'pti, kep ishlasin, yotoq tomoqqa ega bo'lib, oyliqiga 2000 qo'y beramiz debdi. Endi menga texi kep deyish baxmadim. Shu bugun ko'rib boqqach keldi. Şunu meni müşahede körüşlü dep ekansan-da. Farida, sen ravurus bir oliy maktabdan bitirgan qiz. Bu yerda ishlasan qanday bo'ladi? Bu yerda ishlasam nima bo'pti? Buning hayron qolgandek nimasi bor? Tova. Ko'taramisan songiltib ol deb, men o'zimning paysini qo'raymaysam, manim deb yuraydimda. Hey, o'ylanib gap qil Farida. Kutkuchi bo'lishni nomus qilmamsa? Voy, men o'ylanib gap qildim. Nima ish qilishimizdan qat'iy nazar, halol emgakimizga tayinib topgan pulning nomus qilgandek nimasi bor? Sen nomus qilmagan bilan, men nomus qilaman. Bu deganing faqat to'g'rimidi Qaysar? Biz har 2 yilimiz dehqonning bolasi. Endi cho'ng shaharda o'qidik debla aslimizni unutib qolsak bo'lmaydi. Men aslimizni unutib qolali demadim. Bu ish bizga mos kelmaydi deyapman. Amsi mos kelmaydi deb uyda o'tiramdimi? Moskildan xizmat chiqqichi ishlab turmanda. Yo'q. Bu yerda ishlasam bo'lmaydi. Nima ishqa? Hey. Men do'stlarimning oldida o'zim xil ravur sanab yuradigan odam. Qaysardan yurgan qiz oshxona kutkichgan degan gapni anglashda men nomus qilaman. Shundoqmi? Men seni endi tushundim. Mendan nomus qilgan bo'lsang, cho'ng idora ishlaydigan qizdan birini tepib ol. Telefon qilsaq telefoningiz itek. Kecha yilikilar, monkilar deb ufulmay o'yrotdik bolam. Edamni bir ensratmisiniz bo'lmamda. Tasqaltiq soqchiq ma'lum qilgina. Meni laqva deb tilovatamsa, ha? Yine bak kulaklarından o çıkırıp etmeyle. Ne ben ettigende kasırda bedemden 5 ağırtıdım hava. Ettigende deydi, vay kun şu oldu. Masıldan başka diyxandan hepsi etizlikle berip oldu. Bekrahın kopanla onda kımmanla. Akanın kooperatifinde işleşmeyi halımısan. Emise özümünle satay. Söyleyecek pulgaladı. Kotandaki ulak karnımı satay. Ananın azrak altın zıbıznetleri var. Onu mu satılı? Kemkaga yerige uruk tıkkan mahalle köyden kazılı. Azizane diyarim var. Vay, haşkede